kim shunaqa yosharmoqchi bo'lsa, ajinlarini yuzidan ketkazmoqchi bo'lsa, pigment dog'larini yo'qotmoqchi bo'lsa, sizlarga shunaqa kompliment naborlarini tavsiya qilib qolaman. Avvalambor makiyajimizni Micellar Nevada deb tozalab olamiz. Ko'rishingiz mumkin, Micellar Nevada juda ham zo'r effekti, yaxshi zo'r makiyajlarni tozalayveradi. Yuzingizga umuman yomon ta'sir qilmaydi, yuzni zo'r tozalab, makiyajlarni zo'r o'chirib, yuzingizga ajin tushirmaydi. Ichida kollageni, gialuronni hamma narsasi bor bizda. Micellarni ishlatganimizdan keyin albatta yuzimizni uhud qilish uchun umvalkadan boshlaymiz. Pigment dog'larni ketkazib beradi. Buning ichida gialurin kislotasi bor, ajinga qarshi yuzlarni zo'r oqartirib beradi. Bundan keyin yuzimizni tonikda yaxshilab artamiz. Tonik ajinga qarshi yuzlarni yoshartiradi, silliq qiladi, oqartiradi. Bunga ham effekti zo'r. Umvalkadan keyin tonik ishlatamiz. Umvalka ishlatganimizdan keyin albatta ajinlarni tekislab, tirnoq qilib berish uchun sifirkamizdan foydalanamiz. Mayda ajinlarni bu tekislab beradi, yuzlarni oqartiradi, silliq qiladi. Effektlari juda ham zo'r. Hammasi yuzingizga yosharish uchun, pigment dog'larni ketkazish uchun, ajinlarni yo'qotish uchun tekislab yuzinglarni oppoq, yengib shu naborlarni olishingizni tavsiya qilib qolamiz bizlar.